Assalomu alaykum dehqon akalar. Agro nazoratimiz davom etmoqda. Sifat Agro bugun Qo'shrabotda. Sifat Agro tomonidan olib keltirilgan Talendo Ultra preparatimizni ishlatishga kelyapmiz. Talendo Ultra preparati uzumlardagi shur, fan tilida ayudumga qarshi samarali preparat bo'lib, hozir dehqon akamiz orqasidan ketyapmiz. Polalariga ishlatib, natijalarini va tafsilotlarini ijtimoiy tarmoqqa qo'yib boramiz. Uzoqlashmangizlar. Assalomu alaykum Sifat Agro obunachilari. Mana ijtimoiy tarmoqlarga ko'p savol kelib tushgan edi. Mana dehqon akamiz o'zini tokzoriga chaqirgan ekan. Tokzorlarimda bir nechta kasallik bor deb, shuni aniqroq sizlarga ko'rsatib bera olish va qanaqa dori samarali ta'sir qilish uchun akamizdan iltimos qilib tokzorlariga keldik. Sizda ovora qilib bo'lsa ham keldik aka. Qayerdansiz? Shu Qo'shrabot Shovna mahallasidanman. Qo'shrabotdan. Tokzoringizga keldik. Hozir asosiy kasalligingiz nima kasallik hozir tokzoringizda? Bu kartangizda? Asosan zang kasalligi bitta bo'lib tushyapti-da. Bitta ko'rsata olamizmi kameraga? Bemalol Mana yaqinlashtiring ham ko'rasizmi? Uzumlar shu kasallik men paydo bo'lganda. Bu hosildorlikni ancha tushiraveradi. Buni davolamasangiz hosildorlik bir 2-3 barobarga kamayib ketadi. Uzoqsan maylimi? Bo'ladi, tursangiz. Yaxshiroq ko'rsatish uchun. Kameraga yaxshiroq ko'rsating. Mana operator yaqinroq olib kelsangiz. Mana shu uzumlarga tushganda shu kasallik hamma joyda o'zi bor-da. 180% bosib olgan-a? Shunday. Bizlar Sifat Agro kompaniyasi bunga qarshi Talendo Ultra preparatini olib kelganmiz. Bu sho'rni top-toza qiladi, xudo xolasa. Endi bizlar bunga tokzorlik hozir qarayapman, holati yaxshi. Qo'shimchasiga Algin Ultra preparatidan qo'shib ishlatsak, bu dori yaxshi bo'ladi. Endi men sizlarga bitta shu o'zimiz ushlab tursangiz, birdan tushuntirib berib ketaman dehqon aka sizga. Talendo Ultra asosan sizlarda zang deyiladi, ko'p joyda sho'r deyiladi. Fan tilida ayudum degan kasallik bu. O'zi. Ayudum kasalligidan davolab beruvchi, tozalab beruvchi Talendo Ultra preparatini ishlatasiz. 10 litr suvga 3 gram hisobida. Algin Ultra preparatimizning vazifasi nima deb tushuntirib bersak, Algin Ultramiz tarkibida aminokislotalardan iborat bo'lib, ekinda hozirgi holatdan, stressdan chiqarib beradi. Yetilayotgan uzumlaringizni sifatini oshirib beradi, bozorroq qilib beradi. Qisqaroq qilib aytganda, sog'lom tokga erishasiz, shu dorilar ishlatsangiz. Hozir ishlatishimizda ham bitta video olamiz. Birdan ijtimoiy tarmoqqa yuklaymiz, YouTube sahifamizga. Bitta sepishlarni, aralashtirishlarni ham birga ishlatib, sepib ko'rsatib beramiz, maylimi? Bo'ladi, ma'qul. Ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarimiz mana shu preparatlarni ishlatyapmiz. Mana bugun xudo xolasa natijalariga ham kelamiz degan. Natijalarini ham imенно shu kartada, shu akamning polasida ko'rsatib beramiz. Kelishdikmi? Kelishdik, ma'qul. Bo'ldi, bo'lmasam bitta ishlataylik, eritib, men o'lchayman. Siz bitta aralashtirib berasiz, maylimi? Mana operatorga olamiz. Mana 10 litr suvga 4 gram solamiz. Eral aka 4 gram suv deyapti, men boshim qotirma deyapti. Shunga Eral akaning gapi yerda qolib ketmasligi uchun doriga solyapmiz. Mana shunday. Effekt yaxshi bo'ladi-da. Shunday. Har bitta preparatni apparatga solishdan oldin Eral aka o'zi apparat reaksiyaga kirish uchun alohida bitta satilchaga eritib olishingiz kerak-da. Endi bizlarda o'zi har bitta dori alohida idishga eritilishi kerak. Hozir endi biz sal chekkaroqdamiz, sharoit bo'lmagani uchun ikkita dorini birdan solyapmiz. O'zi bunday qarasiz, alohida solib eritilishi kerak. Endi tarozimiz ham yo'q. 10 gram hisobida solishimiz kerak. 10 litr suvga 10 gram Algin, 10 litr suvga 3 gramdan Talendo solayotgandik. Eral aka aytdi, uka dedi, shu bir sepayu bir qutulay, keyin shu bilan shu kasallikda o'lib ziq bo'lmaydigani uchun 10 litr suvga 4 gramdan soldik. O'zi 10 litr suvga 3 gram davlat normasi. Bu yil salqin, yomg'ir ko'p bo'lgani uchun bar kasallik kuchliroqda. O'zi mana bu nam ko'paygandan keyin bitta tokzorlarga emas, hamma ekinlar masalan havo peripad bo'lishi, issiq sovuq bo'lishi-yu, mana bu yog'ingarchilikdan keyin hamma kasalliklar uyg'onadi. O'zi yomg'ir yog'ib turadi-ku, kasallik bildirmaydi. Havo isigandan birdan hamma kasallik yuzaga chiqadi-da. Shunday. Hozir mana apparatga solamiz degan bitta Eral akamiz sepib beradilar, to'g'rimi? Keyin ochishga yordam qiling. Qani bismillah.
litr bo'ldi. 10 litr bo'ldi. Hurmatli dehqon akalar, mana sepish jarayonini boshlab oldik. Hozir operatorimizdan iltimos qilamiz, sepish jarayonini ham chiroyligina obzor qilib beradi. Hurmatli dehqon akalar, mana hozir sepib bo'ldik. To'g'rimi Meral aka? Shunday. Xudo xolasa, endi bitta natijasini ham 2-3 kunda kelamiz sizlarga. Ijtimoiy tarmoqqa yoritib beramiz dorilarimizni. Bo'ladimi? Kelishdingmi? Hamma odamlar ko'rgan yaxshi-da. Dehqon boyisa bizlar ham boymiz. Agar ishingizga rivoj, charchamaysiz.